Husan aka, Ha jonim? ana temani nima qilamiz? Qaysi temani aytyapsan? Bilib turibsiz-ku qanaqa temaligini. Ha, ochiqroq. Men uydagilarim erga berishmoqchi. Xo'p. Erga desam sharmanda bo'laman-ku. Xo'p, nima qilaylik keyin? Uylanasiz, nima qilardingiz? Sovchi qo'ying. Bilasan-ku, men uylanganman. Yaqinda xotinim tug'adigan bo'lib turibdi. Oilam buzmoqchimisan? Boshqa ilojimiz yo'q. Men sharmanda bo'lsam mayli ekan-de. Nima qildiysan? Uylanasiz, boshqa ilojingiz yo'q. Husan aka, sizni egizingiz bormidi? Ha, Hasan bor, ha? Na tinchlikmi? Yo'q. Mana qara. Men o'ylagan narsa bo'lsa, umuman iloji Boshqa bo'lmaydi. ilojingiz ham yo'q. Men bu ishni qila olmayman. Bu meni jigarim. Tushunyapsanmi? Yoki ajrashib uylanasiz menga, yoki Demak, menga keyin bo'lar ekansan.